Hayotim o'zgarsin, hech kimga muhtoj emas. Ham sevimli bo'lay, meni ham yashashga haqqim bor-ku, bor asalim. Hammamiz sevimli bo'lishga, jaraq-jaraq pullarni sarflashga, uxojinli ayol bo'lib yurishga loyiqmiz. Sizlar bitta narsa esinglar, Xurrim Sulton bor-ku, o'zi bir qulvatcha bo'ladi, bilasizmi? O'zi ham chiroyli emas. Bitta arabskiy kiyimni olatda ana sulton podshohning oldiga borib, julpong qilib ana uni uraydi. Unga xotin bo'ladi, butun dunyoga hukmron bo'lib oladi. Sizlar bo'lsa, erim pul bermaydi. Bir so'm pul bo'lmasa qayerdan o'zimni sevaman, ishlatgani qo'ymaydi deb nolib o'tiribsizlar. Shunchalik bo'la olmaysizlarmi? Ko'tinglarni ko'taringlar, bitta arabskiy kiyimni kiyinglar. Eringlarga qarab o'ynashni bilmasanglar ham arabskiy kiyimga mahliyo bo'ladi. Julpong qilinglar, pulni olinglar. Bermayaptimi? Unda yana bir marta ko'tingizni ko'taring. Arab kiyimlarini tikish shunaqa arzon, lekin narxi qimmat turadi sotganingizda. Uni olib kursga o'qing. Bir pasda tikuvchilikni o'rganing asalim. Undan keyin u arab kiyimlarni har xilini o'zingiz kiying. Ortganini qo'shnilarga soting, dugonlarga soting, internetga qo'yib soting. Jaraq-jaraq pullarni tagida qoling. Ham eringizning bir dona yagona malikasiga aylaning, ham tikuvchi bo'lib, mening kelinim tikuvchi, mening qizim tikuvchi degan gaplarni eshiting. Kurs rasa arzon. Butun dunyolarda turib, dunyoni yer sharini qatida bo'lsangiz ham o'qisangiz bo'ladi. Online darsda bir pasda o'rganib olasiz. O'zingiz uchun ham moslab kiyasiz, boshqalar uchun esa pullab sotasiz. Kurs narxi juda ham arzon, lekin arabskiy kiyimlar qimmat, ham talab kuchli. Masalan, sizga aytayapman, hozir arabskiy kiyim kiygiz kelib ketdi. Mana shu pastda atmetga qilgan profilimga bitta kirib ko'ringlar. Shunaqa kiyimlar bor. Ularni o'zingiz tikishni o'rgansangiz, bir kunda bitirib har xilini tiksangiz, siz baxtli ayol bo'lmasdan men baxtli ayol bo'laman, a? Xurrim Sulton bo'lasiz, asalim, gazini bosing.